Telegram 200 ming dollarlik konkurs qilyapti ekan. Qatnashmaymizmi? Bo'lib o'rtak bo'ladi 3 ga 5 Qancha? Sen oddiy operatorsan. Normalniy gapirlaring. Bo'pti bo'lamiz, 4 ga bo'lamiz. 50 Nima qilasan? Men 30 ga biznesda bosaman, 20 mingni ko'rpada qo'yib olay, yataman. Normal, ya'ni sen nima qilasan? Qoramali bo'laman. Ha? Keyin qolganiga Turkiyaga borib, mazza dam olib kelaman. Gap yo'q. Men orasini ham pista qurib ochib qo'yaman. Hamma joyda tochka qilib zavod qilib tashlayman deb pul oqib turadi vashi. To'xta. Hozir men pista qurib bo'lsam, men Toshkentdan uyam olishim kerak-ku. Yetmaydi-da, menga bir 10 ming, 20 ming qo'shib turasan unda. Men qo'shib turaman senga. Insofing bor, maktab payti jivachka kim? Qanaqa kontrakt zuvachka bilan 10 ming dollar so'rayapsan sen, jinni? Oradan yillar o'tdimi, jivachka narxi ko'tariladimi, pul oshganmi? Ko'tariladi. Vallahi meni do'lamchi? Nima? Do'la. Sen oddiy operatorsan, hech qayerga bormagan siqishib o'tirgan. Men gapirmayman, men Yo, bermayman, nima sen ham 50 ming ham 10 ming olasan. Insof bormi, nima bermaysan? To'xtalaring. Avval buni yutaylik. Nima ekan o'zi sharti? Inglizcha yozilgan ekan, bilmadim. Inglizcha bo'lsa bilmaymiz-da, videoni o'chirindi. Didish.